hammasida omad tilaymiz. Tabriklaymiz hammasini. Bobur. Assalomu alaykum. Men sizga yana birinchi o'rinni olabilen yıllardan beri birinchi, ikkinchi o'rinni olishyapsizlar. Yo'lda g'alabalarınız bilan tabriklaymiz. Shunday farzand o'stirgan ota-onangizga ming rahmat. Sevgili o'qishlaringizga, ishlaringizga omad yor bo'lsin. Tabriklaymiz yana. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, sizga katta rahmat. Shu borib tumanimizni sharafini yuqori ko'tarib, Qoraqalpog'istonning sharafini yuqori ko'tarib kelganingiz bilan, nufuzda birinchi o'rinni olganingiz bilan shu tumanimiz ma'muriyat tomonidan, hokimiyat tomonidan tabriklaymiz. Hamisha bardavom bo'lsin, boshlanishi bo'lsin. Bundan keyin ham katta musobaqalarda hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lib, bundan ham katta tadbirlarda tabriklab turish nasib etsin. Hammangizni tabriklaymiz. Remboy o'zingiz omading. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Eng avvalo shu o'quvchilarimizni, bularni shunday tarbiyalagan ustozlarini, Akmalbek bayni necha yil bo'ldi tayyorlab keltiribdi. Faxr bilan ayta olamizki, shu To'rtko'l tumanining Jasorat maktabi bo'lib keltirgan 18-maktab mana bu yil 7-yiliki tengsiz deb topilib keltiribdi. Bundan keyin ham Qoraqalpog'iston Respublikasida, O'zbekistonda kerak bo'lsa, butun dunyoda tengsiz yigitlar, qizlar bo'lsin. Eng avvalo ota-onalarni, shu ta'lim maskanida o'qituvchilarni, barcha ustozlarimizga, shunday farzandlarni katta ota-onalarni tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi Qalaverdi shaxsan o'z nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Shu keltirgan hayit bayramlar ham hammaga muborak bo'lsin. G'alaba yana bir marta tumanimiz ham, butun respublikamiz ham muborak bo'lsin deb qolamiz. Katta rahmat. Hammaga katta rahmat. Yana bir marta tabriklaymiz. Xudo xolasa taqdirlash marosimimiz alohida bo'ladi. Uni bir boshqacharoq tantanali qilib taqdirlaymiz deb niyat qilamiz. Hammangizga katta rahmat. Bayramni yaxshi o'tkazish. Omad ishlaringiz.